Assalomu alaykum. Hozir Qirg'izistonga kirib oldik. Chegaradan o'tib 6:30da keluvdik ana. 9 bo'ldi. 2 soatda chiqib oldik-da. Chiqib sug'urtalarni oldik mashinaga. Dastlab safarni boshlaymiz. Mana hozirda Papansuon bordamiz. Papansuon boriga yetib keldik. Endi Laglan kanyonlariga qarab ketyapmiz. Yo'llar yaxshi ekan. Hozirgacha tozaroq joyi eski yo'l, lekin qolgani hammasi yangi asfalt. Cho'tki manzara o'ta go'zal. Hali to'liq yam-yashil holatga kelmagan ekan. Nasib bir oylarda to'liq yam-yashil o'ta chiroyli bo'lib qolsa kerak. Tumanda shunga qarab edik-a? Qotib qolgan otlarni. Bakovaydan qo'lingizdan. Ay, ot kallasang nima u? Yo'q, qalin. O'ta oson. O'sha mashhur Laglan kanyonlari. Bu joyga kelishimiz bizlar soat kechasi 10 da Toshkentdan chiqqanmiz. Soat hozir Qirg'iziston vaqti bilan 12 bo'ldi. 13 soatlik yo'l, chegaradan o'tish, ozroq uxlashlar, yarim soatlardan oshiqroq do'kon aylandik. Ana hayot yetib keldik. Endi bu yerda aylanib chiqamizdagin. Bu tarafta. Shiga oyog'ini tashlab, dostlar. Dahshat manzara. Oyog'ini tashlab qo'ydi. Kelish yo'li ham ancha chiroyli ekan. Bu tarafta bu yerda kichikgina ko'l hosil bo'lgan. Mana bu tomondan suv kelar ekan. Endi bu taraf ham bor ekan. Bu yoqqa ham kirib ko'ramiz. Hozir birinchi mana bu tomonga borib ko'ramiz. Bu joyda bir kichik sharsharaga o'xshagan tepadan suv tushadigan joy bor. Keyin bu joyda gapirayotganda iloji boricha sekinroq gapirish kerak, chunki mana tepada hammasi murt. Xohlagan vaqtda tushishi mumkin tepada. Ehtiyot bo'lib. Tepaga chiqmaymizmi? Hozirda O'zbekistonda o'zidan bu joylarga keladigan bir qancha tur firmalari bor. Hozir aynan sezoni bahorda, mana shu aprelda boshidan boshlashadi. Hali endi yashillikka kirib boshlashgandan boshlashadi. To may iyungacha bo'lsa kerak. Shu joyga tur olib keladi. Asosan buning eng ko'p asosiy turlari Andijondan keladigan, Andijon, Vodiyning tur firmalari. Ular keladi, olib keladi bu tarafga. Sizga agar mashina bilan kelaman desangiz, ozroq qiyinchilik bor ekan. Bizlar endi 4 kishi keldik bitta mashinada. To'rtalamiz ham mashina haydashni bilamiz. Shuning uchun navbat qilib kechasi juma kechga chiqib, shanba kuni ertalab yetib keldik. Endi bu joyda yo'lda uy mehmonxonalar ko'rmadim. Uy mehmonxonalari reklamalarini ko'rmadim. Endi biz hozir bundan keyin
Qirg'izistonni Qoraquyiga ketamiz. Tepyapti. Ukasi yurdiysizmi hech? Yo'q, tepyapdan bosh yurmaydi, qari ot ekanda. Qanday bo'ldi? Muhammad aka, toza havodagi uyqu. O'z endi ilinyapti. Qo'ymadinglar deysizmi? Sen aka, Miya o'chirdi bor. tariflar laglar haqida fikrlaringiz. Shu ajoyib. Qattiq gapiravering. Nima qilamiz? O'ta ajoyib. Mikrofoningiz ham Yo'q, yo'q. o'ta ajoyib. Jinni manzara. Biz mana hozir Qoraquyiga yaqinlashdik. Ana shu borga Husan aka video olishni boshlasa mana Nurmuhammad aka qarshilik ko'rsatadi. Mana Husan aka. Meni huquqlarimni poymol qilyapti. Doston aka, Meni ham pul to'lagan. uxlashdan bezor bo'lgan odam. Endi oldindan tomosha qilamiz. Pasportmi deymi Qoraquyiga kirishdi. Pulli bo'lsa yaxshi, qaytanga. Tinch bo'ladi. Do'stlar, esingizga bormay, masjidga borganimiz Islomobodga. 170, 160 bo'ladimi? Mayli. Kilimanjaro ko'rinyapti ana. Qarang Doston aka. Ana soyasi bor. Video tashlab yuboring menga shu fotoq video qilib. Bunga oqshom Tayutovga. shaqillatib o'tib ketadi. Qoraquydamiz. Qoraquyiga kelganda ikki tomonga burilarkan. Bir tomoni endi o'sha postdagilar aytuvchi arzonroq, bir tomon qimmatroq ekan endi. Hozir bu yerda bir ko'rdim, manzara vashti go'zal. Asli endi hozir agar to'g'ri kelsa, sherga kelib yotamiz. Bo'lsa ko'ramiz manzara. O'ta go'zal. Hammaga salom. Tog'ni ko'rsating. Biz Qoraquydamiz. Qoraquyda. Mana qoyada yetib keldik. Yetib keldik. Qorakoy. Sovuq. Sovuqomlikka urib ketdi onasi. Sovuq yana qorlar. Atrofni ko'radigan. Qoraquydda hali u sezon boshlanibdi o'zi, lekin sovuq o'ta. Yuqorilarda qorlar bor. Tepamizda qorlar ko'rinib turibdi. Manzara o'ta go'zal. Endi bugun shu Qoraquydda tunab qolamiz. Qoraquydda qolib, ertaga Qoraquyiga kelganda ikkita nimasi bor ekan. Ikkita vodiysi bor ekan. Bizlar chap tomondagi vodiysiga kirdik. Endi ertaga bu yerda ertalab nonushta qilib, ozroq bu tomonda aylanib, keyin o'ng tomondagi vodiysini ham borib ko'ramiz mana. Hozir yuqori bulut bo'lib qolgani uchun tepadagi qoyalar ko'rinmayapti. Ertaga ertalab tongda qani bulutlar tarqasa, chiroyli manzarani bir ko'rsatishga harakat qilaman sizlar bilan ulashishga. Vodiy o'ta chiroyli ekan hozir. Evet, yo'q. Manzara ochilgandi. Hozir mana bu tomon bulut edi. Bulut ketib endi ochildi. Shu go'zal bo'ldi. Agar bu tarafdagi bulutlar ketib ochilsa, undan ham go'zal bo'ladi. Qarang, orqada tog'lar,
Mana shu yerda eng sal teparoqda eng balandi 4,5 ming. Dengiz sathidan 4,5 ming 4500 metr balandlikda ekan. Mana. Hali bular to'liq ochilgani yo'q masalan. Kunduz kuni qanchadir ochiladi. Indamay qor yog'ib beraveradi ertaga deb. Obo, shunaqa. Tepada kottejlar qancha bo'lsa. Juda chiroyli joylar ekan. To'g'ri, tagidan borib ko'rsa qanday bo'lsa. Mana shuni aytdingizmi 4 ming? Narilarni. Shu men shuni ko'rganimda shu nariroqdagi orqasidagi balki bundan balanddir ancha. Orqaroqdagilar ko'rdim. Eng balandi mana shu ketma-ketlikda 4,5 ming ekan. Mana shu tepalikda 4,5 ming. Archalar. Ukaga tan beryapti. Tepada kottejlar. Bitta keyin sayr. Kechki sayr. Kechki sayr desam bo'ladi. Endi ertalab yuqorilarda bir borib tomosha qilamiz. Mana qorlargacha chiqalamizmi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Masalan, ertaga kun uzoq qolsak, qorlarga bemalol chiqib kelsak bo'ladi-da. Hozir bu o'zimizga yaqin ko'ringani bilan ancha uzoq. Assalomu alaykum. Sovuq. Kelak yuvoldik. Manzara. Kelish Qirg'izistonda endi men videolarda ko'rganman. Qoraqo'yda asosan videolarga kelganda o'ng qo'l tomon, ya'ni asosiy vodiysini olib chiqishadi. Mana o'sha tomonni ko'proq ko'rsatishadi. Lekin bu tarafda ham o'zi tog' o'ziga yarasha bezab turibdi bu tarafda. Endi ertaga qani ko'ramiz, narigi tomonni ham borib ko'ramiz. Qani u qanday? Ikkalasini farqini aytib bera olaman. Ko'rsam. U videolarda ko'rganimda u ham haqiqatdan chiroyli, lekin bu ham masalan kelib tomosha qilishga arziydigan joy. Albatta. Albatta mana. Hozir bizlar ko'rdik. 2,5 ming metr balandlikda turibmiz dengiz sathidan. Archalar, mana archalar. Yo'lda kelguncha o'zi nima post bor ekan. Postda mashina uchun alohida to'lov, keyin har bir odam uchun alohida to'lov bor ekan. Biz har bir odam uchun to'lovni to'lab kirganingizdan o'zi dam oladigan joylar boshlanar ekan. Ya'ni o'sha joylardan borib bemalol yengil mashinada kela olasiz. Endi eng sezonda keladigan vaqti bu uyi maydan keyin, mayda sezon yaxshi boshlanar ekan. Hozir bizlar bir konteynerda qoldik. Hali qora uylarga hali tunash, o'tovlarda tunash, hali sovuq o'tovda agar pechkasi bo'lmasa, yaxshi yopilgan bo'lmasa, hali o'tovga sovuqlik qiladi deyishdi. O'sha joyda egalari. Bizlar endi konteyner bor ekan, bitta konteynerga joylashdik. Konteynerda bizlar mana hozir obeddan keyin kelgan bo'lsak, ertaga obeddan keyingacha bemalol deydi. 3000 so'm. Ya'ni 3000 qirg'iz so'miga gaplashdik.
Keyin hali bizlar hech qanday tayyorgarliksiz, hech qanday ovqatlar, hech narsa olganimiz yo'q. Faqat yo'lda bir ikkita yeydigan narsalar olgandik, yengil tamaddi uchun. O'zlarida ham ovqat qilib berish, ya'ni go'shtlar bor ekan, yana boshqa narsa ovqat, kartoshka, shunga o'xshagan narsa bor ekan. Go'sht bilan kartoshkani bizlarga dumlab qorib berishini gaplashdik uni. Yaxshi ekan, sharoitlari zo'r ekan. Akalar bilan joylashib oldik. Endi damni olib ertalab turamiz. Sayohatni boshlaymiz. Ko'rishguncha. Mana. Qorayapti. Tonyapti. Bakın, tongga qarsak, ertalab qor. Shat. Вот это карточка. Aza. Asaplaringiz davoladi. O'zi kecha bu yerda shu joylar egalari bilan bitta bizlar qolibmizmi deyman. Mashina ham ko'rinmaydi. Endi kelishadi bugun. Sayohatchilar. Mana. Hozir endi ertalab tog'ga sayrni boshlayapmiz. Mana hozirgina yog'ib turgan qor to'xtadi. 2 soat, 1,5 soatlar qor yog'ib, mana o'tib ketdi. Son bo'layapti lekin. Daylanib kelishga ketadi. Qanda degan Ghost House desa ham bo'ladi. Ghost House shu mehmonxonacha. Lekin sharoit bizlarga yaxshi. Shapkangiz yo'qmi? Shunaqa boshidagidek shapka yo'q mashina. Bunday shapka bitta bo'ladi-da. Avtobusni nima qiladi? Kepka bor ekan, kepka. Mana Ben açarım kepka. kepka mashinadami ekan, qaraylikcha. Sovuq. Olamiz. Qaysi tomonga yursak endi? Sayr qilgan bu tomosha qiladi. Osmonda mana hozirgina ancha ochiq edi. Bulutlar suzib mana. Suzib ketyapti. Bu tarafdan shuni tepaginamizda bulutlar suzibdi. Umut aka, fikrlaringiz? Fikrlarim juda ijobiy. Haqiqatda manzarali joylar ekan. Telefonda, videoda buni yetkazib bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, kelish kerak bu yerga. Mana bular uchmoqlar, igna bargli archalar. Menimcha o'zlari ekib chiqishganmi, shunday qilishgan. Chunki qarang, o'zi tabiiy archalari mana bu yerda bor. Bu yerda o'zini archalari igna bargli emas, o'zimizda archalarga kiradi. Balki bordir. Qarang, nariyoqda ko'rinmaydi uchmoqlilar. U Qirg'izistonda mana shu necha yildan beri oldin ekish boshlangan archa tog'lariga. Tog'lariga archalar ekish boshlanib, hozir borsangiz cho'royli archa, bir tekis archa joy ko'rasiz. Masalan, 15-20 yil davomida sasnalar ekib chiqilgan. Mana bu archa o'zi tabiiy shu yerda mahalliy archasi. Bo'lsa kerak. Shunaqa fikrlar. Mana tepaga chiqqanimizda bu yerda bitta. Endi bu turistlarga qo'yadimi, yo'qmi, bilmadim. Bu ikkita bor ekan. Mana bu yerda bitta bor ekan. Hali adashmasam yana quriladi bu joylarga, atroflarga. Faqat yo'li yengil mashinaga juda
Xavfliroq ekan. Mana qor yana boshladi tepada. Manzara o'ta go'zal. Mana tog'lar. Hozir qor yog'moqda. O'ta go'zal qor. Ertalab ham bir yoqib o'tdi. Oldingi videolarda aytganimizdek, mana hozir ham mana qor boshlab bulutlar keldi. Yana necha minutdir, 1 soatmi, yarim soat yog'adi. Ketadi. Balki yer oqarar. Qor kecha ko'rganimizda obeddan keyingi ko'rsatyapti 1-2 larda. Lekin hozir mana hozir qor yog'yapti. Sayohatga chiqqanda o'ta go'zal. Bulutlar uchib kelishi, bulutlar ichiga kirib ketamiz. Agar yarim soat tursak shu yerda bulutlar Hamma joyni bulut bosdi mana tepalarda. Mana tepalar qor. mana biz mana shu joyda qoldik. Atrofda manzarani ko'rinishi mana. Keyin pastda bu o'rtasi ekan. Teparoqda ham bor. Lekin bu o'rtada ham mashinalarni qo'yiladigan joyda. O'rtasida mana. O'to mana bu yerga ikkita o'to qurilyapti. Mana bu yerda karavot. Mana o'tovlar. Lekin xizmatlari, muomalalari hammasi zo'r ekan. Mana WhatsApp, Instagram ham bor ekan mana. Instagrami faqat qora qo'y. Mana shu joyga kelsalaringiz, O'zbekchani tushunadi. ha, polniy o'zbekchada muloqotda qiynalmaysizlar. Ham o'zlari agar sharoit bo'lmasa ovqat ham qilib berishadi, narsalari ham bor ekan. Boshqa bir ikkita joylarga kirganimizda bizlar endi narsa olib kelish esimizdan chiqibdi. Masalliq ovqat uchun. Bular o'zlarida ham bor ekan. Shu ovqat uchun masalliqlar olib kelsalaringiz. Ajoyib. Alginchaklarda uchib tomosha qilasiz. O'tovlar. Hali yo'l remont bo'layotganiga mana Tayyor kelayotgan ekanman-da. bu tarafga Agar anqaysan, go'zallikni ahliyo bo'lsin. bu taraflarda ham kottejlar juda ko'p qurilyapti ekan. Mana yog'och kottej. Dahshat lekin mana kelib bu manzarada dam olish ketish kerak. Hali yo'li faqat ozroq joyi yomonligi hisobiga. Mashina odam kam. Bugun ob-havo qora qo'yga kelganda o'ng tomonda mana shunday manzara. Buni ham nimadir deyishni nomi esimdan chiqyapti hozir. Bu 2 etajda, Husan aka. Ichiga kirsangiz tepasida 2 ta joy bor. Pastida yana 2 kishi, 4 kishiliklar. Va ko'proq odam chiqar. Mana resortning nomi Archatu Resort Qoraqo'y. Bu Archatu Qoraqo'y Resort. 2 tomonga ham qurilyapti. Mana ozroq yurib kelganimizda mana yomg'ir yog'ayotdi. Shu yomg'ir tepalarda qorga aylanyapti. Ular bu yerda bu eski yo'l shekilli. Yaqin orada mashina o'tmaydi. Bitta mashina izi bor. Iziga qaytganman, yo'qolib qoldi.
asosan o'tlarda, hayvonlarda. Hozir yurib qaytamiz. Yo'llarga yaqinlarda chega o'tsa, uncha odam kelmagan shekilli. Qor yog'yapti. Endi yomg'ir parchalar qorga aylanyapti. Görülürse şu güzel. Tamam şimdiki genzi var. Çünkü genzi dur. Mesela güzel. Bakın şuraya kalın şeyler var. Oraya koyalım. Yağmur olmuş. Size bormoqchi bo'lganda mana shu joy bunday ekan. Hech yo'q ekan. Mana burilganda mana bu yo'l bilan chiqib borilar o'sha tomonda ekan. Adashdim. Lekin adashganda ham juda go'zal joylar topib kelgan. İşte endi ortga qaytyapman. Ta'riflashga til ojiz. Unda kelish kerak, ko'rish kerak. O'zi tabiatni, yovvoyi tabiatni ko'z bilan ko'ribsa, bu boshqacha hissiyot beradi odamga. Shunday tabiat mo'jizalarini, tabiatni archalarni qarang ko'pligini. Katta archalar ko'z ko'rib to'ymaydi. Masalan, vaqtingiz bo'lsa, bemalolga kelib, mana shu hozir asosiy turistlar keladigan joyi mana bu hozir ko'rsataman. O'sha tepalikda ekan. Bu yog'iga o'zi turistlar yo'q past. Turistlar keladigan joylar qilinmagan hali. Kelajakda balki bir necha yillarda joy qilinar, lekin o'zingiz mana u yoqqa kelib joylashdingiz, yo pastroqdagi bironta joyga joylashdingiz. Endi keyin bu yoqqa o'zingiz, yo otlar ham bor ekan. Zot 1 soatga arendasini so'raganimizda 1800 so'm dedi. Endi otni 1 soatga arendaga olibman yoki o'zingiz piyoda sayohat qilib shu joylarga kelsangiz, eski mashina yo'l borda qiynalmaysiz, tepaga qiyalik emas. Sekin mayli siz 2 soatda bormang o'sha joyga, 3 soatda boring. O'sha joylarni ko'ring, keling, tabiatini his qiling. Albatta bu O'rta Osiyo uchun ne'matda bu, shunday joylari borligi. Ko'z qancha gapirsang kam. Shuncha ko'rib tomosha qilging keladi. Nasib bo'lsa bu joylarga qayta kelishni rejalashtirib qo'ydim. Endi nasib vaziyatlarimizga qarab mana archalarni qaranglar. Bu tarafingiz archalar. Bu tarafda daryoning narigi tomoni archa. Endi hozir hali hamma joy yashil bo'lmagan. Hali o'tlar asosiy sezon
may oyida boshlanar ekan, may oyidan keyin 15dan keyin iyun, may iyun eng o'tlar o'sgan sezon. Hozir mana o'tlar hali pastligi uchun sariqda ko'rinib turadi. Endi sezoni kelsa o'ssa, yam-yashil bo'lib ko'zni bundan-da quvontiradi. Kelib, bu bir tomoningizda daryoning shovqini, bir tomoningizda qushlarning ovozini eshitib dam olish o'zgacha mazza beradi. Sheriklarim qolishdi. O'zim tez-tez yurib qani oldinda. Izlagan maqsad oldi tomondan ekan. Ya'ni yo'lda ozroq sirgashdik. O'shanga yo'lga ketish qolishdi. Emasda endi. Sizlarga ham kelishni tavsiya qilaman albatta. Kelingizlar, ko'ringizlar. Tabiat manzaralaridan faxr olasiz. Endi bu tarafga kiramiz. Juda go'zal. Oyoq suv. Qiziq olish kerak endi. Oyoq qizdiramiz endi. Soyda o'rtasi. Sen ko'rinishi kichik. Daraxtlar. Juda go'zal. Suv sel kelganda, nashalardan ham sovqatda to'lganda. Hali bahorda balki hali ko'p qorlar erib, suv ko'payar. Sezon hali boshlanmadi edi. Mana suv ko'payib bitta chiroyli bo'lsa kerak. Shu joydan vodiy butun narsaga ochilyapti. Shu joyda cho'chqalar tashlaganmi, shunaqa qilishadi deyishadi. Boshqa nima qiladi? Cho'chqalar galasi. Tomirlar yeb, işte. Sheriklar yoqda ketishadi. Mana Qoraquygidagi o'sha mashhur joyga bu tarafga chiqib ketilar ekan. Bu tarafdan kelinadi. Bu taraf bilan tepaga chiqib ketganda o'sha internetlarda ilinayotgan kottejga chiqib borsa bo'ladi. Bu tarafga borsangiz esa hozirgi manzaralar, tabiatlar ko'ra olasiz. Manzara go'zal. Aks beryapti. Quyosh tikimiz oyoq o'zi qizib kelyapti. Biz oyoq solib kelyapti. Hozir qanaqa? Arzonmi? Rastamashka ochib. O'zi hozir Matizga rastamashkani ochsam shunaqa-da. Demak 1000 kilometr. Yo'q. Bizlarga boshqa dehqonchilik bilan elektrchilar ekan. Molchavochilik bilan ichar. Hozir qishloqda mollarni yig'ib boqyapti-ku, to'g'rimi? O, 50 ke. Ha, 50 ke. Bizda mana shu narsalar bitta-ikkita kam qishloqlarda qolmagan bo'lsa, tugab ketdi. İşte dağlı duvardan Buradan otlardan
Toshkentda Rohat postidan chiqib, Andijonda Do'stlik postidan, chegara postidan o'tib, O'shga borib, Laglan, keyin Qoraquyiga borib, qaytguncha Asakaga kirib, qaytib kelish masofasi 970 kilometr chiqar ekan. Hozir Toshkentdagi Rohat postidan kirib, mana remont bo'layotgan ko'prik. Mana Toshkentga qaytib keldik. 970 kilometr jami borish, qaytish masofasi shuncha chiqar ekan. Qoraquy, Laglan kanyonlariga borib kelish. Sizlarga ham borib tomosha qilib aylanib kelishdi. Maslahat beraman.